Efir qilish uchun ovoz karta, mikrofonlar olib keldirdik. Komlektida mikrofon stoykasi, zvukovoy karta. Uni qanaqa ulanishlarini hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, bu joyga mana bu efir qilish uchun Type-C orqali efirga chiqadi, uzatilinadi telefonlarga. Xo'p, bu naushnik suqiladigan joyi, mana bu mikrofon suqiladigan joyi. Bu mikrofonning baland pastligi, bu reverb baland pastligi. Mikrofonniki, bu naushnikning baland pastligi. Xo'p, bu musiqani, telefonga Bluetooth orqali ulangan musiqani baland pastligi. Bu efirning baland pastligi, ligirovkalari. Hozir minus qo'yib ustiga aytib ko'ramiz. Aliroy sanamlar aqlim olsalar, armonlar dilimga g'ulu solsalar, oh desam ohlarim güzel sözleri asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kaman, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon.